Bismillah, alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Savol. Ayol kishi taloq qilingan paytda 3 hayz idda o'tiradi. Ba'zi ayollar borki, bachadoni olib tashlangan, hayz ko'rmaydilar. Ular ham idda saqlashi joizmi yoki idda saqlamasdan nikohlanishligi mumkinmi debdilar. Ayol kishi borki, idda saqlaydi. Idda saqlamaydigan ayol yo'q. Ko'pchilik o'ylaydiki, idda faqatgina shu homila bormi yoki yo'qmi shuni aniqlashlik uchun xolos deb o'ylaydi. To'g'ri, lekin faqat shuning uchun emas. Ya'ni faqat shu homila bor yoki yo'qligini aniqlash uchun emas. Iddani boshqa hikmatlari ham bor o'zini. Agar gap faqat shu homila bor yoki yo'qligini aniqlash uchun bo'lganda, nega 3 hayz shart qilinadi shariatda? Shariatda bir ayol taloq bo'lsa, yerdan 3 hayz o'tirishi shart qilindi. Homila yo'qligi bitta hayz bilan ham bilinadi-yu. Mana bunda demak gap borki, faqat u homila degan gap emas bu yerda. Endi savolga kirsak, bachadoni olib tashlangan ayollar ham idda o'tiradimi? Albatta o'tiradi. Ular hayz ko'rmasa nima bilan hisoblaydi desa, Alloh taolo buni Qur'onda o'zi aytib qo'ygan. Wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur wallahi lam yahidna. Ayollaringdan hayzdan umidi uzilgan ayollar bo'lsa, agar sizlar shakda qolsanglar, endi bu hayz ko'radimi yo'qmi deb, ya'ni ularning iddasi 3 oy deydi. 3 hayz emas, endi hayz ko'rmaganligi uchun 3 oy. Mana bu ayollar ham bachadonni olib tashalganmi, hayzdan umidi uzilgan ayol deyiladi. Endi bular 3 oy idda o'tiradi. Wallahi lam yahidna degan. Hali hayz yoshiga yetmagan ayollaring bo'lsa ham, ular ham taloq bo'lsa 3 hayz 3 oy idda o'tiradi. Chunki bular hayz ko'radigan yoshga yetmagan. Ya'ni masalan bir qiz bor, yosh qiz erga berildi. Hali o'zi balog'atga yetmagan, hayz ko'rmagan. Endi shu taloq bo'ldi. Hali o'zi hayz ko'rmagan bo'lsa, qanaqa qilib idda o'tiradi desa, aytayaptiki 3 oy idda o'tiradi deyapti. Mana bu yerda ham qarang, o'zi hali balog'atga yetmagan bo'lsa, qanday homilador bo'ladi u? Homilador bo'lmaydi, to'g'ri, lekin baribir 3 hayz idda o'tiradi deyapti. Demak, gap faqat u bachadoni borligi yoki yo'qligida emas, yoki hayz ko'rish, ko'rmasligida emas. O'zi mana ayol kishi hayzi to'xtagan yoshga yetsa, bu degani nima? Endi bu ayol homilador bo'lmaydi degani. Chunki hayz homilaning alomati. Endi mana homilador bo'lmaydigan yoshdagi ayol bo'lsa ham, kichikligi sababmi, kattaligi sababmi, shunda ham baribir Alloh taolo 3 hayz muddaticha idda o'tirishga buyuryapti. Shuning uchun ayol kishi agarchi bachadon olib tashlangan bo'lsa ham 3 oy idda o'tiradi. Bu oylar, takror aytamiz, bu faqat qamariy oylar bilan bo'ladi. Shariatda oy deganda shu qamariy oy nazarda tutiladi. Mana hozirgi milodiy oylar emas. Yanvar, fevral degan oy emas. Qamariy oylar bilan. Qamariy oylar Ramazon, Shavvol degan shunaqangi oylar bilan o'lchanadi. Alloh alam.